Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zining eridan boshqa nomahram erkaklarda oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengilrog'ini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohning rahmi kelsin. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarni qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda shirinlik yo'q bo'lsa,